İşgaliyatçı Xitoy hökuməti Lopnur nahiyəsində atalmış Sadichin Sepili Madaniyat muzeyi qurğan bo'lib, Sharq Turkistondagi Tura qo'rg'on izlarining Xitoydagi Sadichin Sepilning davomi ekanligidek nomussizlarcha sapsatisini rasmiy yo'sinda tashviq qilishga boshlagan. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarda qayd qilishicha, Lopnurda qurilgan atalmış Yipak yo'li Sadichin Sepil Madaniyat muzeyi 29 dekabrdan tatib rasmiy ochib etilgan bo'lib, 600 dan ortiq madaniyat yodikorliklari qurilgan. Muzeyning umumiy ko'lami 5000 kvadrat metr keladigan bo'lib, sirtqi qismi qadimiy tura shaklda selangan. Sadichin Sepili Xitoylar tarixida vullarning hujumidan saqlanish uchun qurib chiqilgan bo'lib, xalqning eg'izda qo'rqinchoqlikning simvoli deb atalib kelgan. Xitoyning rasmiy materiallarida va darsliklarida Sadichin Sepilning Shanxay Guandan Gansuga qadar so'zilganligi yozilgan. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari oliy komissari Volker Turk Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xabarlarining yil oxirgi xulosa suhbatida Uyg'ur masalasini tilga ilishni, Xitoyni ayblashni rad qilgan. Ammo u Falastin Isroiliya masalasini, Ukraina masalasini tilga olgan va aloqador taraflarni ayblagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari komiteti 2022 yil avgust oyida doklad e'lon qilib, Xitoyni Uyg'urlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan ehtimolligi bor deb ayblangan. Lekin Volker Turk komissar bo'lib tayinlangan 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon mazkur organ Uyg'ur qirg'inchiligini o'tirg'i qo'yish u yoqda tursin, hatto Uyg'urlarni hech tilga ilib boqmagan. Amerikaning Xitoyning sun'iy idrak texnikasiga erishishni cheklash harakati davomlashmoqda. Amerika doiralari Gollandiya o'zak mashinasi ishlab chiqaruvchi Asimelidan Xitoyga o'zak ta'minlashni to'xtatishni talab qildi. Buning bilan bir vaqtda Gollandiya shirkatining yana bir qism eksport tijoratnomasi bekor qilindi. Bloomberg bilan suhbatlashgan bu ahvoldan xabardor manbalarga qaraganda, Bayden hukumati Gollandiya Asimel shirkatidan 1-oyda cheklash boshlanishidan bir qancha hafta ilgari Xitoyga bir qism mal yetkazmaslikni talab qilgan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xitoy prezidenti Xi Jinpingning yangi yillik uchurida Xitoyning Tayvan bilan jam bo'lishining muqarrar ekanligi to'g'risidagi bayonotiga javob berdi. Tsai Ing-wen Tayvanning Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi asosli prinsipining demokratiya ekanligini ta'kidladi. Demokratik yo'llar bilan boshqariladigan Tayvanda prezident va parlament saylimi 13-yanvar o'tkaziladi. Xitoy Shimoliy Koreya bilan yiqilish alomatlarini ko'rsatmoqda. Ular yaqinda yadro programmasi, boshqariladigan bomba siniqi va josuslik sunni hamroh qo'yib berish orqali Koreya yarim orolidagi jiddiylikni kuchaytirdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy prezidenti Xi Jinping va Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un yangi yillik tabrik so'zida o'zlarining 2024-yilni ikki davlat o'rtasidagi do'stlik yili deb jakalaydiganligini e'lon qilgan. Dunyodagi nüfusi eng ko'p davlatlarning biri bo'lgan Xitoy taxminan 1 milliard 500 million nüfusga ega bo'lib, nüfusni kontrol qilish nomida necha 10 yil ijro qilgan balaliq bo'lishni cheklaydigan siyosatlarni yaqinqi yillarda o'zgartdi. Egilishicha, hukumat hozir ayollarning texmi ko'p balaliq bo'lishni tashviq qilmoqda ekan. Wall ko'chasi gazetining xabariga qaraganda, Xitoy prezidenti Xi va hukumat amaldorlari emgak kuchini oshirish uchun ayollarning bolalarining sonini ko'paytirishni umid qilgan.